doktor Boboyev bugun sizlar bilan tanada bo'ladigan diagonal ko'rinishdagi og'riqlar, ya'ni ikkisimon shakldagi og'riqlar, uning asosiy sabablari va uni qanday qilib davolasiz usulda davolash mumkin, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu og'riqlar haqida gapirishdan oldin biz boshdan chiqadigan adashgan nervimiz bor. Ushbu nervning yo'nalishi bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni adashgan nervimiz boshning orqa tomonida, ya'ni quloqning orqa sohasida so'riqsimon o'siqcha bor. O'sha o'siqchani orqa tomonidan chiqib keladi. Bo'yin sohasida, demak, tush umra so'riqsimon mushagi bor. Ya'ni bo'ynimizni qayirgan paytimizda ushbu mushak qo'lga ilinadi. Ushbu mushakning orqa sohasi bo'ylab kelib, ko'krak qafasidan o'tib keladi. Hamda ko'krak bilan qorin o'rtasida diafragma bo'ladi. Ya'ni shu diafragma sohaga kelgan paytda adashgan nervimiz ikkita tarmoqqa bo'linadi. Ya'ni bitta tarmog'i o'z yo'nalishi bo'ylab davom etadi, qorin bo'shligiga qarab keladi. Ikkinchi tarmog'i esa diafragmaning oldingi sohasida diafragma oyoqchalari bo'ladi. Aynan shu diafragma oyoqchalari sohasida kesishadi va natijada qarama-qarshi tomondagi qorin bo'shlig'iga keladi. Demak, adashgan nervimizning boshdan chiqadigan qismida yo bo'yin sohasi va ko'krak qafasi sohalarida qisilishi bir tomonlama, og'riqlarni keltirib chiqaradi, ko'krak qorin bo'shlig'i sohasigacha va diafragma oyoqchalar sohasida qisilishi esa qarama-qarshi tomondagi qorin bo'shlig'ida hamda qarama-qarshi tomondagi oyoqlarda og'riq keltirib chiqaradi. Odatda adashgan nerv qisiladigan bo'lsa, boshdan chiqadigan sohada, demak, yuz sohalarida og'riqlar, ko'z sohasida og'riq, ko'zda qizarish, ko'z yoshlanishi, burunning sababsiz bitishlari, burun sababsiz oqishlari yoki bo'lmasam o'z-o'zidan hid bilishning yo'qolishi, ta'm bilishning buzilishi, boshning bir tomonlama og'riqlar kelib chiqishi yoki bo'lmasam bir tomonlama deylik, qo'l sohasidagi og'riqlar, yelka sohasidagi og'riqlar, qo'lni ko'tara olmaslik, ko'krak qafasi sohasidagi har xil xarakterli og'riqlar kelib chiqadi. Endi diafragmal sohada adashgan nervning kesadigan sohada qisilishi esa, demak, qarama-qarshi tomondagi qorin bo'shlig'i sohalarida sababsiz og'riqlar kelib chiqishiga yoki qarama-qarshi tomondagi son chanoq bo'g'imi, son sohasi, tizza bo'g'imi, boldir sohalarida sababsiz og'riqlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Demak, bu og'riqlarni ketkazishimiz uchun biz aynan adashgan nervning qisilgan sohalarini bo'shashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda adashgan nervning boshdan chiqadigan sohasini bo'shatishdan oldin ushbu nervning qisilishiga sabab bo'ladigan chaynov mushaklari bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz eng avvalo ikki tomonlama chaynov mushaklarini bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Chaynov mushaklarini bo'shashtirish uchun, demak, biz ko'rsatkich barmog'imizni og'iz bo'shlig'ida tishlarning sirti bo'ylab ichkariga kirgizib boramiz. Tishlar to'ygan sohada chuqurcha bo'ladi. Ushbu chuqurcha sohaga barmog'imizni kirgizib, jarni yaxshilab qisib ushlab turamiz. Bu juda ham og'riqli bo'ladi. Iloji boricha yuqoridan pastga qarab qo'lning barmog'ini joylashtirib chiqasiz. Ya'ni chaynov mushaklarini to'liq holatda bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikki tomonlama buni amalga oshirishimiz kerak. Keyingi vazifa ichki qanotson mushaklar bo'ladi. Ichki qanotson mushaklar pastki jag burchagida, ichkarida joylashgan bo'ladi. Buni bo'shashtirish uchun boshimizni oldinga egamiz hamda bosh barmog'imizni ichkariga qarab kirgizamiz. Hamda chaynov amalga oshiramiz. Barmoqni iloji boricha ichkariga kirgizib borasiz. Va qo'limizdan yaxshilab nafas qilib boramiz. Bunda chaynov mushaklar, qanotson mushaklar bo'shashadi. Chaynov va qanotson mushaklarni bo'shashtirganimizdan keyin pastki jag'ni kuchini oshiruvchi mashq bajarishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun pastki jag'ni 4 tomonlama harakatlantirishimiz kerak. Va qo'l bilan qarshilab turamiz. Chap tomonga oldinga chiqaramiz. Hamda pastga. Iloji boricha 10 sekund yoki 30 sekundda bajarishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz ham pastki jag va chaynov mushaklarining funksiyasini tiklaymiz, ham ushbu pastki jag'ning harakatini boshqaruvchi tush umra so'riqsimon mushagi bor. Ya'ni qalin mushak qo'lga ilinadi. Boshni burgan paytimizda ushbu mushakning ham kuchini tiklaymiz. Bu degani ushbu mushakning orqasidan o'tadigan adashgan nervni biz bo'shashtirib chiqqan bo'lamiz ushbu mashq orqali. Keyingi vazifa esa, demak, boshdan chiqadigan sohada, ya'ni quloqning orqa tomonida adashgan nerv chiqadi deb aytib o'tdik. Ushbu sohaga barmog'imizni xuddi shu ko'rinishda qo'limizni joylashtiramiz. Ushbu nerv chiqadigan sohasi tush umra so'riqsimon mushagining boshlanadigan nuqtasida ushbu mushakning orqa tomonida joylashgan bo'ladi. Shu holatda qo'limizni joylashtiramiz, iloji bo'lsa ikki tomonlama, hamda iloji boricha barmoqlarni chuqurroq kirgizamiz va boshimizni iloji bo'lsa tepa past turgan holatda qo'limizni ichkariga kirgizib boramiz.
Og'riqli nuqtani topsangiz, demak xursand bo'ling, siz adashgan yerning chiqadigan nuqtasi topgan hisoblanasiz. 30 sekund davomida xuddi shu mashqni bajarib turasiz. Demak, 30 sekund davomida bajardingiz, og'riqlar nisbatan kamaydi. Keyingi vazifa adashgan nervni, demak, bo'yindan o'tadigan qismi sohasi bor. Yana demak, bu soha to'sh umroq so'riston mushagi bilan trapetsiyasida mushak bor. Shu mushakning orasida o'tadi. Demak, shu sohaga qo'limizni xuddi shu holatda yuqoridan pastga qarab joylashtiramizda, boshimizni yana xuddi shunday tepa past qilib turamiz, qo'limizni masaj qilib chiqamiz. Bunda biz adashgan nervni to'liq bo'yin sohasidagi qisilgan qismini bo'shashtirgan bo'lamiz. Bunda bemordagi yuz sohalardagi og'riqlar, yuqori aytgandek ko'zdagi og'riqlar, burun bitishlari, burun oqishlari va shunga o'xshagan belgilar yo'qoladi. Endi ko'krak qafasi qismidagi qisilgan adashgan nervni bo'shashtirish uchun aynan shu mushakning, to'sh umroq so'riston mushagimizning umroq suyagiga va to'shga tutashgan joyi bor. Ya'ni bu boshimiz burganda qo'l kelinadi. Ushbu mushakning sirtqi qismiga bosh barmog'imizni qo'yamiz. Ya'ni umroq suyagining ustidan qo'yib, umroqning ichkarisiga kirgizamiz qo'limizdan. Ikki tomonlama. Ikki tomonlama mana mushakni sirtidan barmog'imni joylashtirdim, ikki tomonlama joylashtirdim hamda ko'krak bilan nafas olib chiqargan sari barmog'imni ichkariroq, ya'ni umroq suyagining orqa qismiga kirgizib boraman. Bunda ushbu harakat orqali 10 sekund bajarishni tavsiya qilaman. Bunda ko'krak qafasidagi qisilgan adashgan nervlar bo'shashadi. Endi keyingi vazifa diafragma oyoqchalari sohasidagi adashgan nervni bo'shashtirish. Endi diafragma oyoqchalari qayerda joylashgan? Diafragma oyoqchalari qo'rg'alar to'ygan sohada, qo'rg'alarimizning to'shga tutashgan sohasi bor. Aynan shu qo'rg'aning to'shga tutashgan qismi, demak, diafragma oyoqchalari joylashgan bo'ladi. Xuddi shu sohaga qo'limizni xuddi shu ko'rinishda joylashtiramiz. Ya'ni qo'rg'aning to'shga tutashgan sohasiga ikki tomondan. Hamda har nafas olib chiqargan sari qo'limizni qo'rg'on orqa tomoniga qarab kirgizib boramiz iloji boricha. Va qo'lingizni xuddi shu ichkariga kirgizib ushlab turasiz. 30 sekund davomida bajarish kerak bo'ladi. Qorin bilan bundan nafas olib chiqarish kerak bo'ladi. Qorin bilan nafas olib chiqaraveramiz, qo'limizni ichkariga joylashtiramiz. Bunda diafragma oyoqchalari sohasida qisilgan adashgan nerv bo'shashadi. Natijada bemorni bezovta qilayotgan diagonal ko'rinishdagi ikki qism og'riqlar barchasi yo'qoladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.